Shahar va qishloqlarda yashayotgan 55 yoshdan oshgan fuqarolar, ayniqsa pensiyaga yaqinlashganlar va allaqachon pensiya olayotganlar diqqat bilan eshiting. Men bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ayrim to'lovlar, qo'shimcha pullar, kompensatsiyalar yoki yordam pullari hammaga bir xil tartibda kelmaydi. Kimdir pul oladi, kimdir kutadi, kimdir esa umuman olmasligi mumkin. Bu adolatsizlik bo'lgani uchun emas, balki hujjat, ro'yxat daromad, yashash joyi, bank kartasi, pensiya turi va ijtimoiy mezonlar bo'yicha tartiblar o'zgargani uchun. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha tinglang. Chunki men sizga oddiy tilda kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi joyda xato qilinsa pul kechikishi yoki rad etilishi mumkinligini batafsil tushuntiraman. Oldin ko'pchilik odamlar shunday o'ylardi. Agar men pensioner bo'lsam, yoshim 55 dan oshgan bo'lsa yoki ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lsam, demak davlatdan keladigan har qanday pul avtomatik ravishda menga ham tushadi. Ayniqsa qishloqlarda ko'p odamlar qo'shnisi pul olganini eshitib, menga ham kelishi kerak edi deb kutib yuradi. Shaharda esa ayrimlar bank kartasini tekshirib, pul tushmaganini ko'rib, darrov meni ro'yxatdan chiqarib yuborishibdi deb xavotirga tushadi. Aslida hozirgi tartibda eng muhim narsa shuki, to'lovlar faqat yoshga qarab emas, balki aniq mezonlarga qarab belgilanadi. Masalan, odamning pensiya turi, oiladagi umumiy daromad, mulkiy holati, nogironlik guruhi, yolg'iz yashashi, parvarishga muhtojligi, mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimidagi ro'yxatda bor yo'qligi alohida tekshiriladi. Ba'zi hollarda bank kartasi faol bo'lishi, pasport ma'lumotlari yangilangan bo'lishi, yashash manzili to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi ham katta ahamiyatga ega. Oldin ayrim yordamlar mahalla orqali qo'lda ro'yxat qilib, ariza asosida berilgan bo'lsa. Hozir ko'p narsa elektron tizimlar orqali solishtiriladi. Ya'ni odamning daromadi, pensiyasi, mulki, oila tarkibi va boshqa ma'lumotlari bazalarda ko'rinadi. Bu nimani anglatadi? Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, lekin ma'lumotlaringiz tizimda noto'g'ri bo'lsa, pul kechikishi mumkin. Aksincha, kimdir avval yordam olib yurgan bo'lsa ham, hozir uning oilasida daromad ko'paygan bo'lsa yoki mezonlarga mos kelmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Men birinchi navbatda 55 yoshdan oshgan fuqarolarni bir necha guruhga ajratib tushuntiraman. Chunki hammani bitta qatorga qo'yib bo'lmaydi. Birinchi guruh pensiya yoshiga yetgan va rasmiy pensiya olayotgan fuqarolar. Masalan, oldin 2 yoshli otaxon har oy 1 million 200 ming so'm yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi bank kartasiga tushadi. Yashash manzili to'g'ri, pasporti muddati o'tmagan, oilasida boshqa katta daromad yo'q. Bunday odam odatda asosiy pensiyasini olishda muammo ko'rmaydi. Lekin qo'shimcha yordam yoki bir martalik to'lov bo'lsa, u avtomatik hammaga berilmasligi mumkin. Otaxonning yolg'iz yashashi, kommunal to'lovlari, sog'lig'i, parvarishga muhtojligi va mahalla ro'yxatdagi holati ko'rib chiqiladi. Ikkinchi guruh 55 yoshdan oshgan, lekin hali pensiya yoshiga yetmagan ayollar. Ko'p ayollar 55 yoshga kirganidan keyin men ham pensioner hisoblanamanmi deb so'raydi. Men bu yerda aniq aytaman. Yoshning o'zi yetarli emas. Pensiya tayinlanishi uchun qonunda belgilangan yosh, ish staji va boshqa shartlar bor. Agar ayol 25 yoshda bo'lsa, lekin hali pensiya tayinlanmagan bo'lsa, u YLBP kuni to'yfasida ijtimoiy yordam uchun ko'rib chiqilishi mumkin. Ammo bu pensiya oladi degani emas. Masalan, 56 yoshli ayol umr bo'yi uy bekasi bo'lgan, rasmiy ish staji kam. U pensiya masalasida pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ish staji, tug'ilgan bolalari, mehnat daftarchasi va boshqa hujjatlari asosida hisob-kitob qildirish kerak. Lekin qo'shimcha pullar masalasida u oilasining daromadi va ijtimoiy holati bo'yicha baholanadi. Uchinchi guruh qishloqda yashaydigan, yer tomorqasi bor, lekin daromadi barqaror bo'lmagan odamlar. Bu juda muhim nuqta. Qishloqda ko'p pensionerlar tomorqada ekin ekadi, sigir yoki qo'y boqadi. Lekin bu har doim katta daromad degani emas. Shunga qaramay, ayrim tizimlardagi uchastkasi chorva. Oila a'zolarining rasmiy ish haqi va boshqa ko'rsatkichlar hisobga olinishi mumkin. Masalan, 64 yoshli ayol 900 ming so'm pensiya oladi. O'g'li bilan bir hovlida yashaydi. O'g'li rasmiy ravishda 4 million so'm oylik oladi. Ayol o'zini alohida muhtoj deb bilishi mumkin. Lekin tizim oiladagi umumiy daromadni ko'rsa, qo'shimcha yordam rad etilishi ehtimoli bor. Shu sababli bir hovlida yashash, ro'yxatda kimlar turishi va oilaviy tarkib juda muhim. 4-guruh shaharda yolg'iz yashayotgan pensionerlar.
Bu toifadagilar ko'pincha e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Masalan, yetim yoshli ona bir xonali uyda yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 100 ming so'm. Dori darmon xarajati oyiga 400 ming so'm. Kommunal to'lovlari qishda 300 ming so'mgacha chiqadi. Agar u mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limida yolg'iz yashovchi va yordamga muhtoj sifatida qayd etilmagan bo'lsa, ayrim to'lovlar unga kelmasligi mumkin. Chunki tizim odamning real ahvolini faqat hujjatlar va ro'yxatlar orqali ko'radi. Men shuning uchun doim aytaman, mening holatim hammaga ma'lum deb o'ylamang. Rasmiy ro'yxatda bor yo'qligini tekshiring. 5-guruh nogironligi bor pensionerlar yoki parvarishga muhtojlar. Bular uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi, tibbiy xulosa parvarish zarurati, dori darmon xarajatlari va reabilitatsiya vositalari bo'yicha hujjatlar juda muhim. Masalan, epteki yoshli fuqaro 2 guruh nogiron, doimiy davolanishga muhtoj, lekin nogironlik muddati uzaytirilmagan. U avval yordam olgan bo'lsa ham, hujjat muddati o'tgandan keyin to'lov to'xtashi mumkin. Bu yerda odam nega pulim kelmadi deb bankni ayblaydi. Lekin sabab tibbiy hujjatning yangilanmaganida bo'lishi mumkin. Kim xavotir olish kerak? Avvalo, bank kartasi muddati tugaganlar, pasportini ID kartaga almashtirib, ma'lumotlarni yangilamaganlar, yashash manzilini o'zgartirib ro'yxatdan o'tmaganlar, pensiya yoki yordam puli boshqa hisob raqamga bog'langanini tekshirmaganlar xavotir olishi kerak. Bundan tashqari, oilasida yaqinda o'zgarish bo'lganlar ham tekshirishi zarur. Farzand ishga kirgan bo'lsa, kimdir uyga ro'yxatga qo'yilgan bo'lsa, uyga sotib olingan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, parvarish holati o'zgargan bo'lsa, to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz asosiy pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz va oilaviy holatingiz tizimda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, asosiy pensiya bo'yicha katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin qo'shimcha yordam yoki yangi to'lovlar masalasida baribir tekshirish kerak. Chunki ular hammaga birdek berilmaydi. Men yana bir hayotiy misol keltiraman. 2 qo'shni ayol bor. Ikkalasi ham 6 yoshdan oshgan. Ikkalasi ham qishloqda yashaydi. Ikkalasi ham taxminan bir xil pensiya oladi. Birinchisi yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda, uyda isitish muammosi bor. Dori darmon xarajati katta. Ikkinchisi esa o'g'li, kelini va 2 nafar ishlaydigan farzandi bilan birga yashaydi. Oilaning umumiy daromadi ancha yaxshi. Tashqaridan qaraganda ikkalasi ham pensioner. Lekin yordam belgilashda ularning holati bir xil emas. Shu sababli birinchisiga qo'shimcha to'lov chiqib, ikkinchisiga chiqmasligi mumkin. Bu yerda nega unga bor, menga yo'q degan savolga javob. Mezonlar va oilaviy holat boshqacha. Endi eng ko'p uchraydigan istisnolar, xatolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, pul kelmagan bo'lsa, bu har doim rad etildi degani emas. Ba'zan to'lov bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Bir mahallaga bugun tushadi, boshqasiga ertaga tushadi. Banklar, kartalar, texnik ro'yxatlar, byudjet ajratmalari bo'yicha farqlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi kuni vahima qilish kerak emas. Lekin 3-5 ish kuni o'tib ham pul tushmasa, albatta tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, qo'shnim oldi, men olmadim degan gap huquqiy asos emas. Qo'shningizning oilaviy tarkibi, daromadi, nogironlik holati, ro'yxati, yoshi, pensiya turi siznikidan farq qilishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamlar faqat yoshni solishtiradi. Lekin tizim yoshdan tashqari yana o'nlab ma'lumotni tekshiradi. Uchinchi nozik jihat, naqd pul oladiganlar va karta orqali oladiganlar o'rtasida texnik farq bo'lishi mumkin. Ayrim pensionerlar pensiyasini pochta orqali yoki naqd shaklda oladi. Bunday holatda qo'shimcha to'lov qanday berilishi alohida aniqlanishi kerak. Agar sizda bank kartasi bo'lmasa yoki karta muddati tugagan bo'lsa, pul ajratilgan bo'lsa ham uni olishda kechikish bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankka borib karta holatini tekshirtirish juda muhim. 4-nozik jihat. Hujjatdagi bitta xato ham to'lovga ta'sir qiladi. Ism, familiya yozilishdagi farq, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilishi, pasport seriyasi yangilanmagani, JSHIR raqami tizimda bog'lanmagani, eski manzil ko'rsatilgani to'lovni ushlab qolishi mumkin. Ayniqsa ID karta olganlar eski pasport ma'lumotlari bilan bog'langan hisoblarni tekshirtirish kerak. 5-nozik jihat, oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Masalan, farzandingiz boshqa joyda yashaydi.
Lekin hali sizning manzilingizda ro'yxatda turibdi. Tizim uni sizning oilangiz tarkibida ko'rishi va uning daromadini ham hisobga olishi mumkin. Yoki aksincha, siz bilan yashayotgan odam rasmiy ro'yxatda boshqa joyda bo'lsa, real holat hujjatda ko'rinmaydi. Shu sababli yashash joyi va ro'yxat masalasi faqat qog'ozbozlik emas, pul masalasiga bevosita ta'sir qiladigan omil. 6-chi nozik jihat, hamma to'lov pensiya emas. Ba'zan odamlar pensiyam oshdi deb o'ylaydi. Aslida bu bir martalik yordam bo'ladi. Yoki menga pensiya kamaydi deb xavotir oladi. Aslida oldingi oy qo'shimcha kompensatsiya qo'shilgani uchun summa kattaroq ko'ringan bo'ladi. Men tavsiya qilaman. Har oy tushgan summani alohida yozib boring. Masalan, yanvarda 1 million 500 ming so'm, fevralda 1 million 500 ming so'm, martda 1 million 350 ming so'm tushdi. Mart oyidagi 200 ming so'm qo'shimcha nima uchun berilgani aniqlang. Shunda keyingi oy u tushmasa asossiz xavotir bo'lmaydi. 7-chi nozik jihat qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim hollarda bank kartasiga tushgan mablag' bo'yicha ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Aliment, kredit, sud qarori, ijro byurosi qarzdorligi kabi masalalar bor bo'lsa, kartaga tushgan pulning bir qismi yechilib ketishi mumkin. Lekin pensiya va ijtimoiy to'lovlardan ushlab qolish bo'yicha qonuniy cheklovlar mavjud. Agar siz kartangizdan pul yechilganini ko'rsangiz, bankdan ko'chirma oling va qaysi tashkilot ushlab qolganini aniqlang. Taxmin bilan yurish kerak emas. 8-chi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Sizga yangi pul chiqdi, kartangiz raqamini ayting, kod keldi, menga o'qib bering. Pulni tezlashtirib beram degan qo'ng'iroqlar bo'lsa, hech qachon karta raqami, SMS kod, PIN kod yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni bermang. Davlat tashkilotlari sizdan telefon orqali SMS kodni so'ramaydi. Agar kimdir men mahalladanman yoki bankdanman desa ham, rasmiy idoraga o'zingiz borib tekshiring. Ayniqsa yosh katta odamlar bu masalada juda ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Birinchi qadam, pensiya yoki yordam pulingiz bo'yicha oxirgi 36 oylik tushumlarni tekshiring. Agar bank kartasiga tushsa, bank ilovasidan yoki bank filialidan ko'chirma oling. Agar naqd olsangiz, pochta yoki to'lov olib keladigan mas'uldan qaysi oyda qancha berilganini yozib oling. Maqsad shuki, siz aniq raqam bilan gapiring. Kam tushdi demang. Oldin 1 million 200 ming so'm tushardi, bu oy 950 ming so'm tushdi deb ayting. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Sizga odatda pasport yoki ID karta, JSHR raqami, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, agar bo'lsa nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, yolg'iz yashash yoki parvarishga muhtojlik holatini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar oilaviy tarkib muhim bo'lsa, kimlar birga yashashi va kimlar ro'yxatda turganini aniqlang. 3-qadam. Mahallaga yoki ijtimoiy himoya masalalari bilan shug'ullanadigan mas'ul idoraga boring. Men tavsiya qilaman, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Menga pul tushmadi, sababini tekshirib bering deb aniq so'rang. Agar ariza yozish kerak bo'lsa, arizada quyidagilarni ko'rsating. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami, qanday to'lov bo'yicha murojaat qilayotganingiz, qaysi oyda pul tushmagani yoki kamaygani, bank kartangiz yoki pensiya olish usulingiz. Arizadan nusxa olib, qabul qilingan sanasini belgilatib qo'yish foydali. 4-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar masala asosiy pensiya miqdori, ish staji, qayta hisoblash, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchini yo'qotganlik pensiyasi bilan bog'liq bo'lsa, aynan pensiya jamg'armasi tushuntirish kerak. U yerda sizdan mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, harbiy xizmat yoki bolalar parvarishi davriga oid hujjatlar so'ralishi mumkin. Ayniqsa pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, qayta hisob-kitob qilib bering deb yozma murojaat qiling. 5-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, hisob raqami faolmi? Eski pasportga bog'lanib qolmaganmi? SMS xabarnoma ishlayapti, boshqa qarzdorlik sababli yechim bo'lmayaptimi? Bularni bankdan so'rang. Bank xodimidan og'zaki hammasi joyida degan javob bilan cheklanmang. Kerak bo'lsa hisob bo'yicha ko'chirma oling. 6-qadam, oilaviy tarkibni to'g'rilang. Agar farzandingiz boshqa joyda yashasa, lekin sizning manzilingizda ro'yxatda bo'lsa, bu masalani tegishli tartibda hal qiling.
Agar siz yolg'iz yashasangiz, lekin hujjatlarda bir necha odam birga ko'rsatilgan bo'lsa, yordam mezonlariga ta'sir qilishi mumkin. Qishloqda ham, shaharda ham ro'yxatdagi ma'lumot real holatga yaqin bo'lishi kerak. 7-qadam. Sog'liq bo'yicha hujjatlarni yangilang. Nogironlik muddati, tibbiy komissiya xulosasi, parvarish zarurati, dori-darmon xarajatlari bo'yicha hujjatlar eskirgan bo'lsa, to'lov yoki imtiyozlar to'xtab qolishi mumkin. Agar siz yoki yaqinlaringiz doimiy davolanishga muhtoj bo'lsa, shifokor ko'rigidan o'tib, tegishli ma'lumotlarni rasmiylashtiring. 8-qadam. Yozma javob talab qiling. Agar sizga chiqmay deyishsa, sababini so'rang. Qaysi mezon bo'yicha chiqmayapti? Daromad yuqori deb topildimi? Hujjat yetishmayaptimi? Ro'yxatda yo'qmisiz? Bank hisobida muammo bormi? Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda murojaat qilish oson bo'ladi. Og'zaki gap ertaga o'zgarib ketadi, lekin yozma javob asos bo'ladi. 9-qadam. Rasmiy manbalarni kuzating. Ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarni darhol haqiqat deb qabul qilmang. Hamma pensionerlarga falon pul beriladi degan gap tarqalsa, avval rasmiy xabarni tekshiring. Qaysi toifa, qaysi hudud, qaysi sana, qaysi shartlar bilan berilishi yozilgan bo'lishi kerak. Agar shartlar ko'rsatilmagan bo'lsa, bu xabar noto'liq yoki chalg'ituvchi bo'lishi mumkin. Men yana bir amaliy vaziyatni tushuntiraman. Aytaylik, 59 yoshli ayol shaharda yashaydi. Rasmiy pensiya olmaydi, lekin eri vafot etgan. O'zi vaqtincha ishlamaydi. Bir qizi bor. Qizi talaba. U 55 yoshdan oshganlarga pul berilyapti degan gapni eshitdi. Bu ayol darhol bank kartasini kutib o'tirmasligi kerak. U avval mahallaga borib ijtimoiy holatini tekshirtiradi. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqa bo'yicha huquqi bormi? Oilaviy daromadi qanday baholanadi? Qizi talaba ekanligi hisobga olinadimi? Shularni aniqlaydi. Agar kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Ya'ni pul avtomatik kelmasa, bu huquqi yo'q degani emas, lekin huquqni rasmiylashtirish kerak bo'lishi mumkin. Yana bir misol, 66 yoshli otaxon qishloqda yashaydi. Pensiyasini naqd oladi. Qo'shnilariga qo'shimcha pul tushgan. Unga esa kelmagan. Tekshirilganda uning bank kartasi umuman ochilmagan. Ayrim to'lovlar esa karta orqali yuboriladigan ro'yxatga kiritilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda otaxon menga bermayapti deb xafa bo'lish o'rniga, avval to'lov usulini aniqlashi, kerak bo'lsa bank hisobini ochishi va ma'lumotlarni mas'ul idoraga yetkazish kerak. Yana bir holat. 72 yoshli ona yolg'iz yashaydi, lekin o'g'li chet elda bo'lsa ham uning uyida ro'yxatda turadi. Tizim o'g'lini oila tarkibida ko'rsa, ona yolg'iz sifatida ko'rinmasligi mumkin. Natijada ayrim yordamlar chiqmasligi ehtimoli bor. Bu yerda masala onaning haqiqatda yolg'iz yashashini hujjatlar orqali ko'rsatishda. Mahalla dalolatnomasi yashash holati bo'yicha ma'lumot va ro'yxatdagi tuzatishlar muhim bo'ladi. Eng muhimi, men sizlarga shuni aytmoqchiman. Hozirgi davrda pul masalasida kutaman, o'zi keladi degan yondashuv yetarli emas. Albatta, ayrim to'lovlar avtomatik tushadi. Lekin avtomatik tizim ham faqat mavjud ma'lumotlarga qarab ishlaydi. Ma'lumot xato bo'lsa, natija ham xato chiqishi mumkin. Shu sababli har bir pensioner yoki 55 yoshdan oshgan fuqaro o'z hujjatlari, bank hisoblari, yashash manzili va ijtimoiy holatini kamida yiliga bir marta tekshirtirib qo'yish kerak. Bugungi asosiy xulosa shuki, 55 yoshdan oshgan shahar va qishloq fuqarolari uchun muhim o'zgarishlar va tartiblar bor. Lekin pul hammaga avtomatik va bir xil miqdorda kelmaydi. Kimga berilishi yosh pensiya turi, daromad, oilaviy tarkib, nogironlik, yolg'iz yashash holati, bank kartasi va rasmiy ro'yxatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Pul tushmadimi? Avval vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Bank ko'chirmasini oling, hujjatlaringizni tekshiring. Mahalla yoki ijtimoiy himoya idorasiga boring, pensiya jamg'armasidan tutirish so'rang. Kerak bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Eng katta xato qo'shnining gapiga qarab xulosa qilish yoki telefon orqali begona odamga karta ma'lumotini berish. Sizning hududingizda pensionerlarga qo'shimcha pul tushdimi yoki hali tushmadimi? Izohlarda yozib qoldiring. Qaysi viloyat, shahar yoki tuman qanday holat bo'ldi? Bu boshqa odamlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga, ayniqsa ota-onangiz, buvingiz, bobongiz va pensiyaga yaqin insonlarga bu ma'lumotni albatta yetkazing.